Do'stlar, yaxshimisizlar? Unda bo'lsa biz 3 podshohlikni davomliq so'zlab ketdik. Endi bugun so'zlaydigan mazmunimiz nima degan vaqtda Liu Beininki haqiqiy niyatining oshkorlanishi. Oldingi filmda biz shu Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei uchsininki birga kelib Aki'ni bulush hikoyasini so'zlagan. Ular jangga qatnashib, Xan xandonlik uchun to'p qo'shishni maqsad qilib bir yerga keldi, gapi bir yerdan chiqdi, niyatlar bir yerga keldi. Shuning bilan jangga qatnashishdan burun Aki'ni bulishmoqchi bo'ldi. Ham Aki'ni bulishib bo'lgandan keyin Guan Yu bilan Zhang Fei Liu Beiga shunday deydi. Biz endi Yamulga berib askarlikka tizimlataylik. Uningdan keyin orzuimiz bo'yicha shu Xan xandonligiga to'yib qo'shaylik degandan keyin Liu Bei bu yerda to'xtab qoladi. Guan Yu bilan Zhang Fei, Liu Bei bu yerda farq bor. Liu Bei ala ikkisi o'xshamaydi. Guan Yu bilan Zhang Fei bir ishlarni nihoyat oddiy o'ylaydi. Liu Bei-chi nihoyat cho'ng plan qildigan odam bu bir ishlarni. Shuning bilan jim turgandan keyin nima ish bo'ldi ag'a deb so'ragandan keyin bu Liu Bei munda deydi. Sizlarga rostini desam, men xon avlodi. Meningki ismim Liu Xuan'da. Men shu Jingwang To'ribigininki avlodi bo'laman. Meningki haqiqatan shu Xan sulolasiga, ya'ni shu podshohlikqa cho'ng to'yib qo'shqim bor. Chunki meningki bu majburiyatim. Ammo mening unda Yamulga berib odatdagi askar bo'lib bu jang qatnashqim yo'q. Bu cho'ng ishni qilgan bor degandek, unda bo'lsa cho'ng ishni qilalayag'a deb buningim qo'shildi-da, uningga qo'shilgandan keyin Liu Bei deydi. Meningki bu orzuim uzun bo'lgan, cho'ng ishlarni qilgan bo'pti. Ammo men Liu Bei Namrat oilada tug'ilgan bo'lg'achqa o'zim buni kambag'al shunda tirishib baqsammi, boylik to'playapman. Cho'ng ishlarni qilish uchun buni lashkar ketadi ekan, iqtisod ketadi ekan, hamma narsa talvumni so'nmaydi ekan deb o'zining niyatini oshkorlagandan keyin shuning bilan Zhang Fei bu yerda nihoyat mard bu. Buni so'zildik-ku. Buningki shu o'zininki do'konlari bor, qassobxonalari bor, meyxonalari bor. Shu ma'lum ajoyib nomdor hamda boy kishilar. Shuning bilan shunday deydi Liu Bei. Aka, unda bo'lsa iqtisodning hammasini men chiqaraman. Men hamma narsamni setib, mulkimni sana beraman. Mening narsam sening narsang, sening narsang mening narsam. Akini bulishdik, hammani tang o'rtaq foydalanaylik degandan keyin Liu Bei shundan qo'shib ketdi. Misharlan biz ularning orasidagi farqni ko'rib olaymiz mana. Endi bu gapga qo'shilgandan keyin shundan Zhang Fei hamma narsani setib pulga aylantirdi. Uningdan keyin bu yerdagi ot setib oladi, ot lozim shundaqku. Anandan keyin temir setib oladi. Temir nima ish qiladi? Har xil yaroqlarni yasaydi. Nayza, qalqon deganda. Shuning bilan bu Zhang Fei'ni taniydigan mishadagi maldagi boylar bularninki shunda bir cho'ng ishni qilmoqchi ekanligi, ajoyib yaxshi ish qilmoqchi ekanligini ko'rib, har tarafdan bu Zhang Fei'ga bir narsa yordam qildi. Nurg'un tumirlarni yordam qildi. Bu tumir degan nihoyat muhim narsa burun jang qilgan vaqtda. Chunki uni so'qib, qilish, nayza degan narsani yasaydi. Shuning bilan bular ishni boshlab ketdi. Guan Yu'ninki yarig'ini bilamiz. Qinlong, Yan Yue Dao deb nihoyat yig'ir yaroqdan birini yasaydi bu. Undan keyin Zhang Fei yilon boshliq nayza yasaydi o'ziga. Andan keyin Liu Bei qo'sh shamshar. Ya'ni qo'sh shamshar o'ynaydi, u shamshar o'ynashga nihoyat mayr. Buni keyin so'zlab qolamiz yana. Shuni qiladi. Andan keyin nurg'un askar oladi, pul berib. Otlarni setib oladi, nurg'un yaroqlarni yasaydi. Shuning bilan bularninki kichik tipdagi bir qo'shuni paydo bo'ldi. Qo'shin paydo bo'lgandan keyin ular hamda o'z oldiga shu seriq yaqinlar qo'shinni berib mag'lub qiladi, ham jangdimi nihoyat cho'ng to'pga o'stidi. Chunki bu Zhang Fei, Guan Yu deganlar ajoyib jangi mayirda, ham bular shu yerda askarlarni shunday yaxshi yetishtirib, tarbiyalab chiqib, jangdim to'pga o'stidi. Demak, bularninki shu jang to'pga ko'rsatgan ish izlari shu o'rdig'imi taqaydi. Shuning bilan andan keyin seriq yaqinlar qo'shinni bostirish ishlari oxirlashidi. Jang to'pga ko'rsatganlarni shu mukofotlaydigan vaqtda hamda Liu Beiga shu noya ninki bigi, ya'ni nahiyaninki shu hokimi demdik.
nahiye hakimlik bir o'rin berdi. Shuning bilan bu bir nahiyaga hokim bo'lib, shu yerda ishlab qoladi. Demak, Liu Bei, Zhang Fei Guanyu'larninki shu Serix yaqinliqlar qo'shunining bostirish hikoyasi mushundaq. Filmni yoqtirgan bo'lsanglar, astidagi gaz rayoniga alt raqamlarni, yuraklarni, gullarni avatib qo'yinglar. Endi keyingi qismda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda yana shu Liu Bei, ya'ni Liu Guanzhang uchaylarninki amalni tashlab qochib ketish, ya'ni sargardon bo'lib ketish hikoyasini so'zlaymiz.